Rahmat. Vaqtinglar bormi? Men terim artvolay ozgina. Birinchi chiqishda hayajon endi ozgina bo'ladi baribir. Rahmat. Salomat bo'linglar, rahmat. Er xotin bozorda yurganmish. Er xotiniga aytdi, "Men tushunmadim, xotin." "Nimani tushunmadingiz?" Ana erkak senga nimaga tikilib qarayapti? Desa xotin ham, "O'zingiz borsang, dadasi, u manikin-ku" desa, "Tushunmadim, hali sen uni ismini ham bilasanmi?" Kichkina bo'lsa rostdan qiyin ekan. Yaxshi ham uylanganman, lekin qiynalganman uylanishga. Hech kim qizini bermaydi-da. Unisiga kirsak yo'q deydi, bunisiga borsak yo'q deydi. Nimaga? Yosh bolaga beradigan qizim yo'q. Yosh bolaga bermay, qariyaga beradim qizini. Yana uydagilarni talabi bor shu ahvolimga. Nima deydi? Bo'lajak kelin chiroyli bo'lsin, aqlli bo'lsin, o'qimishli bo'lsin. Unaqa iloji yo'q-ku. Unaqa bo'lishi uchun men 3 ta qizga birdan uylanishim kerak. Iloji yo'qda, chiroyli bo'lsa aqlli bo'lmaydi, aqlli bo'lsa chiroyli bo'lmaydi. Chiroyli, aqli bori menga tegmaydi-da. O'zini bilgan. To'g'rimi? To'g'ri. Rahmat, qo'shilib turinglar shu. Rahmat. Qiyin. Rostdan ham qiyin. Keyin bitta qiz topdik, ma'qul bo'ldi. Hammaga yoqdi. Hammaga ma'qul bo'ldi, oilasi ham ma'qul bo'ldi, bizning oilaga ham ma'qul bo'ldi. Hozir moda bo'libdi, qaynota bilan kuyov ko'rishishi bo'lajak. Endi chaqirdi, bordik, uchrashgani bordim. Endi holatini aytib berayim, u ham meni yosh bolada o'yladi-da. Menga qarab chuqur xo'rsinib, "Nonni ushog'i ham non bolam, o'tiring" deydi. O'tirdim, qaynotamaga bo'lajak qaynota nima deydi? "Qizimni yaxshi ko'rasizmi?" deydi. "Bu meni ishim" dedim. "Qizim sizni yaxshi ko'radimi?" dedi. "Bu uni ishi" dedim. "Endi to'y qayerda bo'ladi?" dedi. "Bu sizning ishingiz, dadajon" dedim. Hazilkash bola ekansiz-a? Qizim bitta-yu bitta qizim. Men asrab, avaylab katta qilganman. Qarang, sutga chayilgandek oppoq. Bu qizim quyosh ko'rmagan, kun ko'rmagan qiz dedi. Men aytdim, "Va'da beraman" dedim. "Qizingiz menga turmushga chiqsin, to'ydan keyin ham kun ko'rmaydi" dedim. Shu gapimdan keyin badarg'a bo'ldim. "Boshqa toping" dedi. Ammam mana o'tirishibdi, xursand bo'ldim. "Xafa bo'lib o'tirsam, men senga qiz topdim, jiyan" dedi. "Faqat senga berarmikin" deydi. "Nimaga?" desam, "Hokim ekan dadasi" deydi. "Men bo'lajak qaynotalar bilan gaplashishga o'rganib qolganman. Boraman o'zim" dedim. Borsam rostdan hokim ekan. Menga qarab, nima deydi? "Keling" deydi, "o'tiring" deydi. Men aytdim, "Sizni oldingizga meni muhabbat yetaklab keldi. Men qizingizni yaxshi ko'raman. Sizni mansabingiz, molu dunyoyingiz keyingi darajada turadi. Men qizingizni sevaman, qizingizga uylanmoqchiman" desam, hokim aytdi, "Baraka top bolam. Sendek mard yigitlar ko'paysin. Rahmat senga. Faqat meni 4 ta qizim bor. Qaysi biriga uylanmoqchisan?" dedi. "Farqi yo'q, berganingizni olaveraman" dedim. Uyam yo'q bo'ldi. Rasvo bo'ldi. Yo'q, kelin topolmayapman-da. O'zim gapiray desam, gapirish qo'limdan kelmaydi. Sahnada zo'r gapiraman. Qizlarning oldiga borsam mak bo'lib qolaman-da. O'rtog'im Shustri, qizlar bilan tanishishdi, qoyillatadi. O'rgatdi menga. Borasan, ismini o'zidan qalpoq qilib qo'ysang bo'ladi. Qizni oldiga borasan, "Ismingiz nima deysan?" Qiz aytadi, "Shirinman" desa, "Farhodman" deysan. "Layliman" desa, "Majnunman" deysan. "Zuhroman" desa, "Tohirizman" deysan. O'rganib oldim. Na ketasan, parkdan bitta chiroyli qiz kelib qoldi. Oldiga borib, "Yaxshi qiz, ismingiz nima?" desam, qizim "Ibodat" dedi. Nima deyishni bilmay shoshib qolib, "Meniki tahorat" dedim. Restoranga joy aytib qo'yganman. "Bugun kechqurun ko'rishsak bo'ladimi?" desam, "Vaqtim yo'q-da" deydi. "Nimaga?" desam, "Bugun erimni tug'ilgan kuni edi, bolalarni bog'chadan olishim kerak" deydi. Bolali odamga gap otib qo'yibman, bo'lmadi. Keyin bordim, "O'rtoq, men ham uylanay, qiz topishim kerak" desam, "Sovchilar degan Telegram kanaliga kir" dedi. "Hamma ersiragan, xotin siraganlar o'sha yerda" dedi. Kirdim sovchilar gruppasiga. O'zi haqida ma'lumot berib, rasmlar qo'yib qo'ygan. "Turmushga chiqaman, uylanaman. Telefon berib turing." Mabodo kelin tanlayotganlar bo'lsa, tanlashinglar mumkin, bemalol men sizlarga o'qib beraman. Birinchi nomzod
turmushga chiqaman debdi. Eshitinglar. Yoshim 32 da. O'zbekning chiroyli ayollaridan biriman. Osh damlash, manti pishirish, qo'lda lag'mon cho'zish, xamir yoyib sho'rva osish, uy yig'ishtirib kir yuvish, ovqat pishirib pol yuvishni biladigan erkak izlayapman debdi. Bunisi ham zo'r ekan. Boshpanasi bor ayol kerak, sababi o'zimning boshpanam yo'q. O'sha ayolning uyida ichkuyov bo'lib turishga tayyorman. Lekin yolg'iz emasman. O'zim bilan birga akam, ukam, singlim, otam, onam, bolam, xotinim ham bor. Iltimos yordam qilinglar. Bunisi dahshat ekan. Yoshlik davrimni xursandchilikda o'tkazadigan mard, jasur, vafodor erkak izlayapman. Sababi yosh paytimda o'ynab kulib qolishni xohlayman. Yosh umrimni muhabbatga to'la, chiroyli xotiralar bilan o'tkazadigan erkak bo'lsa, turmushga chiqaman. Bizga hech kim halal bermaydi. Qizim o'qishda, o'g'lim chetda, navaram armiyada debdi. Zo'r ekan. Turmushga chiqaman. Bir marta ham uylanmagan erkakka 4-marta turmushga chiqaman. Iltimos chollar bezovta qilmasin. Yana bitta zo'ri bor ekan. Ichmaydigan, chekmaydigan, yurmaydigan erkak bo'lsa, menga uylansin. Va'da beraman, men ham tashayman debdi. Bunisi zo'r ekan. Sog'lom, ishtahasi yaxshi, yuvosh, yomon odatlari yo'q. 2 ta bolasi bor, 8 litr sut beradi. Uzr, mol bozor degan gruppaga o'tib ketibman men hozir. Almashtiraman. Bitta 40 yosh xotinimni 2 ta 20 yoshlisiga almashtiraman. Mana o'si zo'r ekan mana. Yoshim 35 da kelishgan chiroyli ayolman, kasbim psixolog. Oyiga $5000 pul topaman, shahar markazida 2 qavat uyim, ishim, mashinam, pulim bor. Menga hamma narsa yetarli, nimaga kerak o'zi debdi. Yana bitta zo'ri bor. Bir folbinning oldiga borgan edim. Folbin 5 yil o'tib farzandli bo'lasan, turmushga chiqasan degandi. Folbinning gapi haq ekan. Oradan 5 yil o'tdi, farzandli bo'ldim, endi turmushga chiqmoqchiman. Rahmat. Shuni o'qib o'tirsam, uyga tog'am keldi. Sen telefon o'ynab o'tiraver bola. Sen telefon o'ynab o'tiraver. Onang o'zi ovqat qilsin, o'zi kir yuvsin, o'zi uy tozalasin, uylanmasan dedi. Tog'a, Telegramdan kelin qidiryapman. Topsam uylanaman desam, tog'am aytdi. "O bola, Telegramdan ham kelin topadimi odam? Telegramdan topgan kelining senga xotinlik qilmaydi" dedi. Men aytdim, "Tog'a, o'zingiz qanaqa uylangansiz kenayimga?" desam, tog'am aytdi, "Bizniki zo'r bo'lgan. Romantika bo'lgan" deydi. "Qanaqa bo'lgan?" desam, "Men kenayini qimorda yutib olganman" deydi. Salomat bo'linglar. Rahmat. O'g'linglar kuyov bo'lsin, qizinglar kelin bo'lsin, xonadoninglarda to'y bo'lganda borib xizmat qilish bizga nasib qilsin. Rahmat. Rahmat. Ofarin, tasanno, Nodir qizi. Olqishlab qo'yamiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Birinchi marta katta sahnaga chiqishi oson ish emas. Shuncha odam ushlab turish, shuncha odam yuziga tabassum ulashish, bu juda ham katta baxt. Men sizni tabriklayman. Bugun mana shu sahnaga yig'ilgan, davraga yig'ilgan mehmonlarimizning qalbi toza, yuragi toza, stress issiq odamlar. Ularga ham alohida rahmat aytamiz. Qo'llab-quvvatlab, yordam berib turganlar uchun. Bu xudo xolasa boshlanishi. Bugun chalayotgan qarsaginglar, kulayotgan kulginglar hammasi avans. Xudo xolasa hali buni Nodir qiziq oqlaydi. Bitta guldiroz qarsak chalib qo'ysanglar. Rahmat. Gullarimni boshqa san'atkorga berib yormanglar. Ahror aka olib ketib qolmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin.